Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni fazilatli bu kunlarda, barakotli soatlarda, hajjul masokinda barchalarimizni ibodat va duolarimizni Robbimni o'zi dargohida husnu qabul aylab, fazilat ila, barakot ila barchalarimizni inshaalloh ixlos bilan, taqvo bilan amallarimizni Robbimni o'zi dargohida qabul aylasin inshaalloh. Bugun Juma amr ma'ruf soatlarimizda umumiy mavzulardan bo'lmish dinimizda ziyorat odoblari, safar odoblari, ziyorat deganda nafaqat haj umra, nafaqat qabriston ziyorati, ota-ona ziyorati, kasal bemor ziyorati, yaqin qarindoshlar ziyorati, opa-singillar, aka-ukalar ziyorati va ziyoratdagi odoblar va bugungi kundagi biz sizni olib boradigan ishlarimiz va ularning naqadar savob amallar ekanligi haqida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo barchalarimizni eshitganlarimizga amal qiladigan salohiyatlilardan bo'lmog'imizni Robbim nasib qilsin. Ziyorat deganda Alloh taoloning fazilati ila payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning go'zal hadislari yodimizga keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Safar qilinglar, salomat bo'lasizlar" degan ma'nodagi bu hadislarni ko'pchilik yodga oladi. Safar qilishlik, u joyning ob-havosini ko'rishlik, ziyorat qiladigan joylarni ko'rishlik, safar qilganda insonning musofir bo'lishligi va musofirchilikda bandaning duolarining ijobat bo'lishligini ko'pchilik targ'ib o'laroq aytadi. Haqiqatda inson xonadonidan qarib Hanafiy mazhabida 100 kilometrdan oshiqroq chiqdiki, u musofir bo'ladi. Alloh taolo fazl aylab, u insonning duolari ijobat bo'lishligini va Alloh taolo unga safardagi fazilatlarning berilishligi, ham jismoniy, ham moddiy, ham ma'naviy, ham ruhiy, Alloh unga fazilat berishligini ulamolarimiz marhamat qilib aytadilar. Shu joyda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ma min xorijin yakhruju min baytihi illa bi babihi royatun biyadin malakin va royatun biyadi shayton." Inson safar niyatida uydan chiqsa, xonadonidan chiqayotgan vaqtida xonadonining oldida ikkita bayroqdor bo'ladi. Birinchi bayroqdor farishta, ikkinchi bayroqdor shayton. Ikkita bayroqdor bo'ladi. Hadisda Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam keltiryaptilar. Bunga e'tiborli bo'ling, birodar. Demak, xonadonimizning tashqarisiga chiqayotganda, u hovli bo'ladimi, u ko'p qavatli uy bo'ladimi, kimdir korxonada turadimi, kimdir bir joyda turadimi, farqi yo'q uni. Kimdir masjidda yashaydi, kimdir boshqa joyda yashaydi. Ya'ni tashqi eshikdan chiqayotgan vaqtda ikkita bayroqdor bo'ladi eshikning oldida. Birinchisi shayton, birinchisi farishta, ikkinchisi farishta. Qaysi bir sherik bo'ladi endi? Nima niyatda chiqayotgan bo'lsa, Alloh taolo ikkovidan birini sherik qiladi. Demak, birovni ziyoratiga boraman, halol kasb topaman, yaxshilik umidida chiqaman, masjidga boraman, do'konga boraman, halol rizqqa boraman desa, unga farishta sherik bo'ladi. U farishtaning bayrog'ini ostida bo'ladi u. Farishtaning bayrog'ini ostida bo'lish baraka. Farishtaning bayrog'ini ostida bo'lishlik bu panoh. Farishtani bayrog'ini tagida bo'lishlik bu Allohning himoyasi. Mabodo mana shu kasb, mana shu ish jarayonida vafot etsa, farishtaning bayrog'ining ostida vafot etganlar qatorida bo'ladi.
Alloh taolo unga fazilat beradi. Alloh taolo unga yaxshilik beradi inshaalloh. Mabodo teskarisi bo'lsa-chi, birovni xafa qilaman, birovni ranjitaman, birovni qalbini og'ritaman, birovga zulm qilaman, gunoh uchun, g'iybat uchun, zino uchun, haromxo'rlik uchun, boshqa gunoh maqsadida, ya'ni shariat chegarasini buzish maqsadida xonadonidan chiqsa, unga shayton bayroqdor bo'ladi. Shaytonning bayrog'ining tagida u mana shu amallarni bajaradi. Ya'ni buning gunohligi, buning noto'g'riligi, o'sha bayroqni tagida vafot etish u uchun naqadar ayanchli ekanligini biz usiz bugungi kunda tushunmoqligimiz kerak. Shuning uchun shariatdagi eng katta narsalardan innamal a'malu binniyya, amallar niyatga qaraladi. Biz xonadonimizdan nimaga chiqyapmiz? Niyatni to'g'rilab oling. Siz bir narsani biling. Rizqning kattaligi, rizqning ko'pligi, rizqning barakali bo'lishligi taqvodorlikda. Tamom, boshqa masala yo'q bu joyda. Bugun birovni o'g'irlayman, birovni o'maraman, kattaroq pul topaman, halolmi, harommi, yamlama yutaman, yo'q. Xonadonimizdan chiqyapmiz, Alloh bizga salohiyatli halolidan rizq bersin deb chiqing. Tamom, Alloh taolo sizni fazilat egalaridan qiladi. Mana shuning uchun bugungi kundagi har bir masala taqvodorlikda. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sahobalarga dedilar: hamma payg'ambarlar qo'y boqishgan. Sahobalar so'rashdi: siz hamma ey Allohning rasuli? Shunda Rasululloh ha dedilar: men ham Makka ahlining arzimagan puliga, ya'ni oddiy sariq chaqalarga ularning qo'ylarini boqib berganman dedilar. Boshqa bir o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zakariyo alayhissalomni duratgor bo'lganliklarini aytib berdilar. Kasb, hunar, mansab aslida tirikchilik, rizq topish uchun, faxrlanishlik uchun emas. Men falon joyda ishlayman deydi. Bo'pti, nima bo'libdi? Aslida biz qilayotgan ishlar rizqimizni kelishligi uchun sabab. Duratgorni ham rizq kelyapti, mol boqarni ham bugun rizq kelyapti. Falon joyda ishlaydigan odamni ham rizq kelyapti. Falon joyda ishlaydigan odamning qorni 10 kosa ovqat bilan to'ymaydi, sizniki 1 kosa bilan to'ysa. U ham biz yeydigan shu normada ozgina kam ko'p yer. Qavariqqa to'la kaftlar azizlik va sharafga guvohlik beradi. Moydan qoraygan kir qo'llar dangasalikdan omon berish chekidir. Kasbingiz halol ekan, undan uyalmang. Otangiz oddiy ishda ishlasa ham, u halol bo'lsa, undan uyalmang. Uni boshingiz ustiga qo'ying. Sizga taom keltirayotgan bu qo'llarni har kun o'ping degan shior bor bizda. Haqiqatda bugun biz nimadan faxrlanamiz? Siz bugun nimadan faxrlanishingiz mumkin? Biz topayotgan kasb halollik ortidan bo'lsa faxrlaning birodar. U kam, ko'p, mansabli va mansabsizligi muhim emas. Uni biz topayotgan halqumimizdan o'tayotgan rizqlarning qayerdan kelayotganligi muhim. Nima sababdan kelayotganligi muhim. Nimaning, shaytonning nima, farishtanimi, bayrog'ini ostida bo'lishlik muhim. Mana shuning uchun mana shu joylarga biz bugun e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taoloning o'zi har birimizga fazilat beradi. Bugun niyatni to'g'rilang. Alloh taolo sizni aziz qilsin. Odamlarga yaxshilik umidida harakat qiling. Alloh taolo rizqlaringizni kengaytirsin. Birovga yaxshilik umidida Alloh taolodan fazilat so'rang. Chunki biz bugun shunday insonmizki, juda ayanchli holatga kelib qolganmiz. Zamonasida yaqin o'tmishda bir holat sodir bo'lgan. Bir jamoat a'zolaridan biri imomni
hojatxonadan to'g'ri kelib imomlikka o'tganini jamoat orasida aytib berdi. Ya'ni men imomni ko'rdim, haqiqatda o'zim ko'zim bilan tahoratxonaning hojatxonasidan kelib, ya'ni tahorat qilmay imomlikka o'tib berayotganligining da'volari tarqaldi. Tez orada jamoat a'zolari kamayib ketdi. Bu imom betahorat namoz bizga o'qib berar ekan. Chunki aynan jamoat a'zolari uni tahoratxonaning hojatxonasidan to'g'ri kelib imomlikka o'tganini bizga aytishdi. degan ma'nodagi da'volar tez orada jamoat orasida tarqalib ketdi. Buni eshitgan jamoat nima deydi? Imom tahoratsiz namoz o'qiyapti, bizni ham namozimiz qabul bo'lmaydi. Agar imom betahorat namoz o'qisa, jamoatni ham namoz bo'lmaydi. Qaytib o'qishligi kerak. Bunaqa agar holat bo'ladigan bo'lsa, biz u imomga ergashmaymiz degan ma'noda jamoat kamayib ketdi, har xil gaplar tarqaldi. Jamoat yo'q, holat mana shunday. Vaqtlar o'tdi. Bu gap ayni shov-shuvga chiqib ketgandan keyin imomni ham qulog'iga yetib bordi bu. Shunda imom bor qolgan jamoatini yig'ib, haqiqatda o'sha kuni juma kuni edi. Men jumaga g'usul qilishdan oldin ukol oluvdim. Shuni tahoratxonaga borib tekshirdimki, joyidan qon chiqqanmi, chiqmaganmi? Qon chiqqan bo'lsa qaytib tahorat qilay. Jamoatning namozi mukammal namoz bo'lsin. Qon chiqmagan bo'lsa mayli davom ettiray. O'zimga shubha paydo bo'ldi. Borib tahoratxonaga borib ko'rdim. Qon chiqmagan ekan. Keyin tahoratim buzilmaganligiga ishonch hosil qilib jamoatning namozini davom ettirdim dedi. O'zi aslida imom taqvodorlik qilgan. Shubhali holatda namoz o'qib bermay deb uni tekshirgan. Jamoat a'zolari orasida holat boshqacha ko'ringan. Shuning uchun birodar, har ko'rgan narsangiz asl emas. Har ko'rgan mohiyat asl emas. Siz o'ylagan har bir narsa haqiqat emas. Shuning uchun uni tagiga borish kerak. Mulohaza o'laroq fikr bildirish kerak. Va inson har doim qo'ldan kelgancha yaxshi gumonda, yaxshi niyatda Alloh taoloning fazilatidan insonlarni bugungi kunda nafaqat insonlarni o'zi ham ko'chaga chiqayotganda, bir amal qilayotganda to'g'ri niyat bilan qilsin. Chunki to'g'ri niyatda fazilat katta. Uydan chiqyapmiz. To'g'ri niyat qilaylik birodar. To'g'ri niyatda farishtaning bayrog'i ostida bo'lamiz biz. Bugun bir niyat qilib chiqing, Alloh niyatingizga yarasha sizga taqdir qiladi. Bir narsani biling birodar, oldingizga harom duch keldi. 2 so'mlik harom keldi. Ozgina kuting, uni haloli ham orqasidan keladi. Alloh bandani sinaydi. Mana haromni oladimi yoki yo'qmi deydi. Ozgina sabr qiling, uning ketidan o'sha miqdorda halol ham keladi baraka bilan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning zamonalaridan keyingi zamonda bir odam ot minib bir mahalladan o'tib ketayotgan vaqtda chiroyli masjidni ko'rdi. Chiroyli qurgan. O'sha zamonning chiroyli masjidlaridan. Otdan tushdi. Otimni bog'layman desa, bog'lanadigan ot yo'q-da, joy yo'q. Yonida yursa bir bolacha bor. Bir yoshroq bola bor. Bola ham yupun kiyingan, kambag'alroq kiyingan. Va aytdiki, birodar, masjid chiroyli qurilgan ekan. Shuni masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib, shu joyni qurganlarning haqqiga men bir duo qilay. Chiqqunimcha otimni ushlab tur dedi. Xo'p dedi u ham. Otni yuganidan oldi. Masjidga kirayotganda u odam o'yladiki, chiqayotganda 2 tilla tanga beraman. Ehson bo'lsin. Yupun kiyingan ekan. Iltimos qildim, otimni ushlab tur dedim. Halim hazm yaxshi yigitcha ekan. 2 tilla tanga beraman shunga deb niyat qildi-da, kirib 2 rakat namozni o'qib ko'chaga chiqsa, otam yo'q, bola ham yo'q-da. Atrofdagilardan so'radi. Men shu joyda bir bola bor edi. Otimni bergandim, ushlab tur deb. Otam yo'q, bola ham yo'q. Men qanday topay uni?
mahalladoshlar aytdilar, falon qishloqni pastligida yo'qolgan otlar yoki bir qo'ylar, mollar, yaylovlik bor, o'sha joyga boradi. Shu joydan qidirishingiz mumkin dedi. Otlar aslida yo'qolgan otlar, qarovsiz otlar o'sha joyga boradi asosan. Haqiqatda borib ko'rsa, oti shu yerda, lekin egari yo'q. Egar o'g'irlangan. Shunda safarni davom etib bo'lmaydi endi egarsiz. Otni belbog'i bilan bog'lab bozorga borib, endi egar sotib olaman desa, egarchini oldida o'zini egari. Mashalloh. Taniydi-ku. Unga egarchiga aytib, "Ey birodar, shunaqa holat bo'ldi. Otimni yo'qotib qo'ydim. Xuddi meni egarimday ekan." U ham nima dedi? Egar sotadiganim, hozir yoshgina bir bolacha kelib 2 tillaga tangaga menga sotib ketdi shuni. Mayli menga sizniki bo'lsa, o'g'irlagan bo'lsa, foydasi kerak emas, 2 tilla tanga o'zini pulini bersangiz berib yuboraman dedi. Mayli dedi, u 2 tilla tangani berdi-da, o'zini egarini otiga o'rnatdi-da, davom etdi va o'yladi. Necha pul beraman degandi? 2 tilla tanga beraman degandi. Ozgina kutganda, shuni halol yo'l bilan olsa bo'lardi-ku. U rizq u. Xohlamang u keladi birodar. Uni harom yo'l bilan oling, ixtiyoriy sizga. Uni harom yo'l bilanmi, halol yo'l bilanmi siz uni albatta egasi bo'lasiz. Faqat kuting. Allohdan so'rang, niyatni to'g'ri qiling. Keladigan narsa sizga albatta keladi. Sizni peshonangizga yozgan narsa albatta sizga keladi. Faqat ozgina kuting, halolini tanlang, farishtani bayrog'ini ostida bo'ling. Sizga keladigan narsa nasibangiz aniq u. Mana shuning uchun bugun ko'chaga chiqayotganda, ish boshlanayotganda holatni to'g'rilang, niyatni zo'r qiling, haloldan bo'lsin deng. Halol baribir barakali, halol baribir xotirjamlik, halol Alloh taoloning sizga bergan fazilat. Safar qilayotganda, ko'chaga chiqayotganda, hatto oddiy bir ish bilan niyatni to'g'rilab Alloh taolodan fazilat so'rang. Bugungi kunda ziyorat deganda, safar deganda biz siz bugun hajga boryapmiz, alhamdulillah, umraga boryapmiz. Azizlar, niyatni to'g'rilab olaylik. Bugun Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Qo'pol qilib aytganda, umraga borganimizda sajda qilganimizdan ko'ra ko'proq rasmlarimiz bor. 100 ta sajda qilgan bo'lsak, 200 ta rasmimiz bor-da bugun. O'zi 2 marta umra qilganmiz, 7 tadan 14 marta tavof qilganmiz, 55 ta rasmga tushganmiz. Ibodatlarimizdan ko'p suratlarimiz. Ibodatlarimizni, haramda o'qigan namozlarimizni sonidan ko'p bizni umraga kelganimizni qarindoshlarimizga bildirganmiz. Guruhga qolmagan. Qarindoshlar, sinfdoshlar, kursdoshlar, mahalladoshlar, masjiddoshlar, qabristondoshlar hammaga jo'natganmiz birodar. O'zi 4 mahal namoz o'qiganmiz haramda. 10 mahal o'qiganmiz. 100 mahal o'qiganmiz masalan keling. O'zi bir haftaga boramiz Makkaga. 3 kun Madina, bir hafta Makka. 7 kun bo'lamiz, lekin 75 ta odamga aytganmiz. Kelganda 750 kishiga osh beramiz. Birodar, o'zi 750 rakat namoz o'qigansizmi o'sha joyda? Turna qator mashinalar, turna qator odamlar, karnay, surnay. Birodar, bir hajga, umraga borib biz ham borganmiz. U joyda unaqa jannatga yo'llanma berilmaydi. Bordik, ziyorat qildik, qilgan gunohlarimizga tavba qildik. Kelyapmiz endi. Hech qanaqangi u yoqda bir guvohnomami, bir kafolat xati yo'q yoki bizga berilmagan, sizlarga berilganmi degan savol keladi shu joyda. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Shuning uchun bugungi kunda biz qilayotgan amallarimizni iqtibos o'laroq, fahm farosat o'laroq, yaxshilik o'laroq qilaylik. Yoki umraga borib kelgan odam farishtaga aylanmaydi. Hajga borib kelgan odam jannatiy bo'ladi degan joy yo'q. Uni yo'liga bir poyandoz qilib, yangi matolar qilib unaqa joy yo'q, birodar. Biz borgan bo'lsak, o'zimiz Alloh taologa tavba qilish uchun borganmiz.
ibodat qilish uchun borganmiz. Gunohlarimizni Allohdan kechirish uchun borganmiz. Alloh nasib qildi bizni. Umradan keyin yana hajdan keyin yana taqvodorroq bo'lish uchun borganmiz. Allohning shiorlarini ko'rish uchun bordik aslida. Nega biz bugungi kunlarda Alloh taolaning fazilati o'laroq qilayotgan amallarimiz bugun o'zgacha? Shuning uchun bugun alhamdulillah Alloh taolaning o'zi fazilat bersin, yaxshilikda, amniyatda, barakada umr guzaronlik qilishlik uchun biz avvalo ilm o'rganaylik. Safar odoblari bor. Fazilat odoblari bor. U joyda qilinadigan ibodatlar odobi bor. Ibodatlarni o'rganaylik bugun. Namozlarimizni to'liq o'rganaylik. U joyda masjidga boryapmiz. Nima niyatda boryapmiz? 2 rakat namoz o'qiylik. Tahoratimiz joyida bo'lsin. Ibodatimiz joyida bo'lsin. Fazilatimiz joyida bo'lsin. Alloh taolaning o'zi shunda bandaga fazilat beradi, baraka beradi. Lekin bugungi kunlarda ziyoratga boryapmiz, na ziyorat odobini bilamiz. Na safar odobini bilamiz. Na bizda tartib bor. Na bizda sabr bor. Na bizda borish odobi bor, na kelish odobi bor. Faqat odamlarga aytishni bilamiz, reklama qilishni bilamiz. Kelgandan keyin oshna aqlimiz oladi, tamom. Nimaga? Hamma bilsin biz umraga yoki hajga borganmiz. Kerak emas, birodar. Alloh taolo sizni taqdir qilibdi. Bordingiz, Alloh nasib qilibdi. Bormaganlar qancha? U joyda borib ibodat qilibsiz. Alloh nasib qilibdi. Boriboq kasal bo'lib, to kelguncha kasal bo'lganlar bor. Men o'zim guvohman. Shunday Jidda aeroportida tushib, kasal bo'lib, to qaytib kelguncha 10 kun davomida kasalxonada yotganlar bor. Alloh nasib qilibdi o'sha joyda oyog'ingiz yetishini. Yana karrot nasib qilsin. U joyda ibodat qilibsiz, taqvodorroq bo'ling. Alloh nasib qilmasa-chi? Yoki bugungi kunda bo'lyapti mana. Behikmat deb o'ylaysizmi? Borishga taraddud ko'ryaptilar. Noto'g'ri yo'llar bilan borishlikka harakat qilib bora olmayaptilar. Pullari ham kuyyapti, o'zlari ham bora olmayaptilar. Bu behikmat deb o'ylaysizmi? Mumkin loyiqdir emasmiz. Mumkin Alloh taqdir qilmagan. Mumkin bu sinovdir. Mumkin bu Alloh taolaning taqdirotidir. Shuning uchun bugungi kunda ibodatlarda har birimiz bardavom bo'lyapmiz. Xolis Alloh taolaning roziligi uchun bo'lsin. Shuning uchun bugun amallarimiz, ibodatlarimiz, qilayotgan ishlarimiz risoladagidek bo'lishligi uchun avval ilm o'rganaylik. Sabr qilaylik, sabrni o'rganaylik. Ibodat qilishlik, ziyorat qilishlik odoblarini o'rganib, inshaalloh bugun odamlar ko'rsin, odamlar bilsin. Birodar, u davrlar o'tdi endi. Ja'al haq va zahaqal batil. Haq keldi endi. Ko'zimizni ochadigan narsalar keldi bugun. Botil ketdi endi. Ko'zbo'yamachiliklar ketdi. Haqqoniy bo'laylik bugun. Bugun umraga borib kelishning pulidan ko'ra undan keyin keladigan ziyofatlar qimmatroq turadi. Haqiqatda shunday. Kelgandan keyin 4 ta quda, 50 ta qo'shni, 5 ta mahalladosh, sinfdosh, qarindosh, boshqalarga bir ziyofat berish kerak. Nima uchun? Nimaga? O'lgan odam o'ldi. O'lgan odamning o'ligidan ko'ra uning marosimi qimmat turadi, birodar. Alloh taolaning o'zi panoh bersin. Birodar, qo'ying, uni otasi o'ldi. Endi yana xarajat qilib turmasin endi u. O'zi bu darddan kuyib yotyapti, bir jigari vafot etdi. Bu musibatga sabr qilsinmi, xonama-xona hammani aytib osh bersinmi endi? Taraddud qilsinmi, ziyofat bersinmi? Qayerdagi gap bu? Bugun ta'ziya marosimlaridagi rasm-rusumlar, behuda narsalar, isrofgarchiliklar. To'y marosimida ham xuddi shunday. Janozada, aqiqada, umra va hajlarda. Unday qilmaylik. Tugataylik buni. Odamlar nima desa deyaversin. Odamlar bugun sizni gap qildi, ertaga ham qiladi. Bersangiz berdi deb deydi, bermasangiz bermadi deb deydi, birodar.
inson zoti xuddi shunday. Bir kambag'al odamni zarbul masal qilib aytadilar. Bir boy odam shunga bir ehson beray deb, to'kin sochim beray deb boshidan bir qop tilla to'kkan ekan. Bir qop tilla to'kkanda oxirida u odam nima degan ekan? Oxirgi tilla boshimga qattiq tegdi degan ekan. Bir qop oltinni olganda oxirgisi yomon boshimga qattiq tegdi, shu og'ritdi degan ekan haqiqatdan. Shuning uchun insonni boshidan tilla tekasizmi? Oxirgisi qattiq tegdi deb gapiradi. Bermasangiz bermadi deydi. Shuning uchun risoladagiday bo'ling. Shariat sizga qanday buyurdi? Shariat sizga qanday o'rgatdi? Payg'ambarimiz bizga nimani tavsiya berdilar? O'shanday bo'ling. Bu deganiki ehson bermang emas, ehson bering, joyida bering. Duo qiling, joyida bo'lsin, safarga chiqing, risoladagidek bo'lsin. Shariat bizga nimani qanday buyurdi? O'sha joylarda bardavom bo'ling. Umraga boryapsiz. Ota-onangizning ahvollari qanday? Ota-onangiz o'zi umraga borganmi? Akangizni oilaviy sharoiti qanday? 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi martalab borib kelyapsiz, mashalloh. Boring. Singlingizdan qachon xabar olgansiz? Singlingizni farzandiga oyoq kiyimi yo'q. Siz 4-chi marta umraga boryapsiz. Katta hajga borib, umraga borib, elga osh berib, ziyofatlar beryapsiz, birodar. Bu joychi. Qarindosh urug'chilik aloqalarichi, silay rahmchi. Bu narsalarni ham bugun joyiga qo'yyapmizmi? Bugun umraga bordik. Alhamdulillah, Alloh qabul qilsin. Undan keyin osh bermasdan bir qarindosh urug'chilik aloqalarini tiklab, qarindoshlarga bir ziyofat tarqatib, bir ularga kiyimidanmi, uyidanmi, holatidanmi, farzandlarini kontrakt to'lovlaridanmi, o'qishidanmi bir xabardor bo'ling. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Kechagina nega bu gapni aytayapman? Aka umraga borib kelyaptilar. Alloh taoloning fazilati ila 200 necha kishiga umraga borib kelganlaridan keyin osh tarqatyaptilar. Bugungi kunda o'zlarining ukalarini farzandlari kontrakt to'lovlaridan qarzligi uchun o'qishdan chetlanyapti. Aka umraga boryapti, yuzlab odamlarga ziyofat beryapti. Ukasining o'g'li, ya'ni jiyani kontrakt to'lovini eplamagani uchun o'qishdan chetlanyapti. Nima degani bu? Umra, birodar, ibodat bu, bir ziyorat bu. Jiyanning ilm olishligi farz. Bugun umraga boryapti. Ota-onasining sog'lig'ining mazasi yo'q. Sog'liqqa e'tibor berish, farzandni otaga qarashligi farz. Shuni eplab qo'ying. Unday odamlarni bilmadim, ularning holatlari qandayligini biz baho berib bilmaymiz. Shuning uchun bugungi kunlarda biz olib borayotgan ishlarga qarang. To'ylar beryapmiz, ziyofatlar. Mashalloh. Siz o'ylaysizki, to'y berayotgan odamning 7 avlodi ham podshohlardan deb o'ylaysiz. Lekin to'y tugaganidan keyin uyini borib qarasangiz, vallohi nima hojati bor edi deysiz. Bunday ko'z bo'yamachilikni. Undan ko'ra o'zingizda bo'lib turing. Ko'rpangizga qarab oyoq uzating. Baland dorga osilish qanday? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni tushuntirdilar bizga. Din masalasida baland dorga osiling. Ya'ni u mendan ko'proq namoz o'qiyapti. U mendan ko'proq zikr aytayapti. Ko'proq zikr ayting. Dunyo masalasiga o'zingizdan pastga qarang. Teskari bo'lib qoldik biz. Dunyo masalasida hali biz pastdamiz, din masalasida hammadan yuqoridamiz. Teskari bo'lib qoldi. Aslida islom shariati bizga buni bunday tushuntiradi. Shuning uchun Alloh taolodan fazilat so'rangda, bugun ota-onalarimizni, qarindosh urug'larimizni, bugungi kunda chetda qolgan farzandlarimiz, zurriyotlarimiz, jiyanlarimizni ham holatidan xabar olaylik bugun. Bugun bir nima desak, nima deydi? Akam menga unday qilgan, jiyanim menga salom bermagan, akamning ayoli menga bunday degan,
ukamni jiyani menga unday degan, shuning uchun men ularga qilmayman, boshqalarga qilaman. Yo'q, birodar. Unday o'tmaydi. Albatta shayton har doim ham sizga zarur bo'lgan nuqtadan sizni adashtiradi. Shayton ham olim. Shayton la'in bo'lishligidan oldin farishtalarga dars bergan. Shayton ham sizga shunchaki sovg'a emas. Aynan sizni boradigan kerakli nuqtadan shayton sizni adashtiradi. Olimlarimiz nima deydilar? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar kim yetimni boshini shunday silab qo'ysa, shunday oddiy, hech narsa qilmadi. Boshini silab qo'ydi. Rahm o'laroq, mehr o'laroq. Boshi, qo'li boshiga tegdi. Nechta sochga tegdi? Yuzlabdir, 500labdir, minglabdir. Oddiy silab qo'yganiga Alloh taolo shuncha savob beradi unga. Ehson bergani yo'q, yaxshi gap jim, hech narsa qilgani yo'q. Mehr o'laroq boshini shunday silab qo'ydi. Qo'li bilan sochini nechtasiga tekkan bo'lsa, Alloh shuncha savob beradi. Shayton nima qiladi endi? Yetimni boshiga kul sepib qo'yadi. Qo'limiz boshiga tegdigi qoraysin. Ya'ni qaytib qo'lini boshiga tekkizmasin degan ma'noda. Nima deydi? Shuning uchun bizni o'zbek xalqimiz yetim bola boqsang og'zi burning qon bo'lar. Bu shayton bizga o'rgatgan maqollardan. Nimaga shayton yetim bola boqishga qo'ymaydi? Chunki jannatiy bo'lasizda. Rasululloh bilan sherik bo'lasizda. Aynan kerakli nuqtadan shayton sizni adashtiradi. Maqollar paydo qilib, sizni qo'ymaydi yetim bola boqishga. Yetimga mehr ko'rsatishlikka, yetimga yaxshilik qilishlikka qo'ymaydi. Kerakli nuqtadan adashtiradi. Shuning uchun nima bo'ladi? Akamni xotini menga unday degan, ukamni bolasi menga unday degan, shuning uchun men ular bilan bordi keldi qilmayman, aloqani uzaman, menga u bo'lgan, menga bu. Yo'q. Qarindosh urug'chilik, ziyorat odobi, jannat, bunaqangi shaytoniy vasvasalarni unutasiz. Kechasiz undan. Uni kechirasiz. Yaxshilik qilaverasiz. Ular sizdan aloqani uzadi, siz bog'laysiz. Ular uzadi, siz bog'laysiz. Mana shunda Alloh taolo sizga fazilat beradi. Shuning uchun bugun singillarimiz, aka-ukalarimiz, birodarlarimiz chetda qolmasin. Bugun juma bahonasida boring. Qachondan beri bormagansiz? Hozir borsangiz ular ham hayron bo'lib qolishsa kerak. Qachondan beri bormagansizda? Umuman aloqani uzib tashlagansiz. Siz kibrlisiz. Siz katta odamsiz. Sizni qo'lingiz 4 tanga pul ko'rdi bugun. Yo'q, uni qo'ying. Jannat odobda, jannat taqvodorlikda, insonning savobi, martabasi, rizqining oshishi uning taqvodorligida. Shuning uchun kim bo'lishligingizdan qat'iy nazar, singlingiz, siz kim bo'lishligingizdan qat'iy nazar, u sizni aka-ukangiz, ota-onangiz, qarindosh urug'ingiz, boring xabar oling. Boring mehr muhabbat ko'rsating, rahm qiling. Silay rahmni uzmang, bog'lang. Mayli ular sizga nohaqlik qilgan bo'lsin, mayli sizni haqqingizni yegan bo'lsin. Ular yegan bo'lsa, kamaymadi-ku, Alloh sizni ko'tardi-ku. Alloh joyini to'ldirdi-ku. Yana joyini to'ldiradi Alloh taolo. Rizqni banda bermaydi va banda uni ola olmaydi. Rizqni Alloh beradi. Rizqni Alloh ko'paytiradi. Rizqni Alloh barakali va barakasiz qiladi. Shuning uchun bandalarga beravering. Qarindosh urug'chilikni bog'lang. Alloh yaxshilik bersin. Alloh taoloni fazilatida bardavom bo'ling bugun. Bugun vaqtingizni, kuchingizni behuda narsalarga sarflamang. Kerakli, manfaatli ishlarda sarf qilib, Alloh taolodan inshaalloh fazilat so'rang. Shu xususda bugun bemorlar bor. Ota-ona bemorlar bor, qarindosh urug' bemorlar bor. Ularni xuddinki bugun ertalab falonchi aka osh qilganida shunday boramiz, joylar to'lgan bo'ladi. Ular osh yeb bo'lganini kutib o'tiramiz. Ikkinchi navbat bilan kiramiz. Qanday kutib o'tiramiz? Bemorlarni ziyoratiga mana shunday haris bo'lib, esdan chiqmasligi uchun bir joyga yozib qo'yib, navbat kutib
qarindosh bemorlaringizni, singillaringiz bo'ladimi, birodarlaringiz bo'ladimi, kasallarni mana shunday borib ko'ring. Nega deysizmi? Chunki Alloh taolo kasal oldida sizni duolaringizni ijobat qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: bir musulmon bir betob musulmonni ertalab borib ko'rsa, unga kechqurungacha 70 mingta farishta salovat aytadi. Agar kechqurun kasalni borib ko'rsa, 70 mingta farishta u bandaga ertalabgacha salovat aytib turadi. Alloh taolo mana shunday fazilatli qiladi. Bemorni ziyorat qilinglar. Ulardan haqqingizga duo so'ranglar. Chunki kasalning duosi farishtalarning duosi kabi ijobat bo'ladi. Bemordan borib duo oling. Mayli gapira olmasin. Mayli chiroyli duo qila olmasin. Shunday boring, tezgina ko'ringda duosini olib qaytavering. Tanishmi, tanish emasmi? Bemor bo'lsa bo'ldi. Ihson qiling, yaxshilik qiling, fazilat so'rang. Hech bo'lmaganda siz uni haqqiga duo qiling. Sog'ayib ketasiz deng. Mana shunday bemor ko'rishga qiziqing. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin, yaxshilik bersin iloyim. Shu bilan birgalikda inshaalloh qabristonlarni ziyorati bor. Ziyorat odoblari haqida gapiryapmiz. Qabristonlar ham ko'zimizdan chetda qolmasin. Chunki qabriston ziyorati bizlarga oxiratni eslatadi. Bugun Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Qabriston ziyorati qolyapti. Kasal ziyorati qolyapti bugun. Ota-ona ziyorati qolyapti. Opa singil, aka uka, ularning ziyoratlari, ularning farzandlari ziyoratlari qolyapti. Behuda narsalar bilan ovoramiz bugun. Bugun ziyorat qilyapmiz. Choyxonalarni bugun ziyorat qilyapmiz. Har kuni o'sha joydamiz. Bugun kompyuter xonalarni ziyorat qilyapmiz. Har kuni o'sha joydamiz. Birodar, endi bo'ldi. Bugun qanday gap bilan uni qaytara olishlik masalasidan ojizmiz. Gapiryapmiz, javobi kelyapti. Birodar, namozni qazo qilmang, kompyuter xonaga boryapsiz-ku, 10 kishilab jamoat namoziga keling deyapmiz. Nima deyapti? 10 kishini qaytib yig'a olmaymiz. Xuftonni keyinroq ham o'qib bo'lsa bo'ladi deymiz. Birodarlar aytishyapti bugun, raddiya o'laroq aytayapti. Domla, namozni qazosi bor, 12:1da ham xuftonni o'qisa bo'ladi, lekin futbol bilan kompyuterni qazosi yo'q deyaptilar. O'tib ketadi vaqti deyapti. Mashalloh. Avliyo bo'libdilar ular hammalari. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Ilmni qarang, ilm bu bo'lmadim, bu Xudodan kelganmi bilmadim. Bu ilm imomlarda yo'q ilm. Namozni qazosi bor deydi, kompyuter xonani qazosi yo'q, o'tib ketadi vaqti deydi. Mashalloh. Birodar, o'lib qolsangizchi, vafot etsangizchi, qolib ketadi bo'yningizda yoki 12:1gacha sizni umringiz borligidan kafolat xatingiz bormi? Birodar, ota-onangizni oldiga boring, duosini oling undan ko'ra. Ota-onangizni ziyorat qiling. Har kuni kechqurun shu joylarni ziyorat qiladigan odamlar opasidan qachon xabar oldi? Ammasidan qachon xabar oldi? Jiyanlaridan qachon xabar oldi? Qachon kasal ko'rishga bordi? Birodar, qazo haqida gapirmang siz. Qazo anchasi qazo bo'lib ketgan. Namozlarni anchasi qazo bo'lib ketgan. Birodar, borib undan ko'ra farzandingizni tarbiyalang, ilm o'qing, ibodatlarda mustahkam bo'ling, zikr qiling. Behuda narsalar bilan vaqtingizni o'tkazmang. Erta-indin kechagina davralarimizda bor edilar. Kechagina imom bo'lgandik. Nechta odam bor edi jamoatda. Bugun yo'q. Nechta odamlar vafot etdi. Nechta odamlarni bugun janozalariga guvoh bo'lganmiz. Bo'lyapmiz ham. Nahot bundan ibrat olmasak? Birodar, bizni umrimiz Nuh alayhissalomni zurriyotlarida 900 yil emas. Bizni umrimiz 60 bilan 70 orasida dedilar Rasululloh. Necha yoshga kirdik, necha yil umrimiz qoldi endi? Nechiga kirmoqchisiz birodar? Aniqki 100 dan o'ta olmaysiz. Aniq u. U o'tadiganlar bor, sanoqli, juda kam. Nimaga ishonyapmiz bugun? Ertaga Alloh jonimizni olsa, nimasini qazosini bajarasiz endi qabrda. Shuning uchun o'zimizda bo'laylik. Iymon bilan bo'laylik. Umrimizni Alloh barakali qilib berishligini Allohdan so'raylik. Alloh fazilat bersin. Alloh taolo har birimizga kerakli ilm bersin. Alloh taolo dunyo va oxiratni Robbim hammamizga saodatini bersin.
martabalarimizni baland qilib inshaalloh farzand va zurriyotlarimizni huzur halovatini ko'rishlikni Robbimni o'zi har birimizga nasib qilsin inshaalloh. Alloh taoloning fazilati ila masjidimizda xatmi Qur'on bor. Bir hoji aka oxirigacha kelib qolgan ekanlar. Qora akamiz ixlosdan bu yog'ini davom ettiradilar. Alloh taolo yaxshilik bersin. Bahriddin o'g'li Muhammadjon shifoxonada ekanlar. Alloh taolo shifoyi komil bersin. G'ijduvondan kelgan mehmonlarimiz borlar. Xurshid aka, Jo'rabek aka, siz aziz jamoatdan duo talablar. G'ulom hoji bobo, siz aziz jamoatdan farzandlari, nevaralari haqlariga duo talablar. Sayfullo bobo, Abdullo aka, Alloh taolo rahmat qilsin. Alijon ukamiz, bobolari G'ulom aka haqlariga duo talablar. G'ulom bobo 98 yoshda ekanlar. Alloh taolo fazilat bersin. Farzandlari Alisherjon, Alijon, Ali Abbos haqlariga duo talab ekanlar. Alloh taoloning o'z duolarini ijobat aylasin. Jamoatdan haqqimga duo olib bering Muhammadjon. Inshaalloh siz aziz jamoatdan duo talab ekanlar. Nigora siz aziz jamoatdan duo talablar. Barcha duo talablarimizni Alloh duolarini ijobat aylasin. Farhodjon, Hoji Bafo nevaralari haqlariga, Haydar aka, Shukrona, Anvarjon siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh barcha duo talablarimizni duolarini ijobat aylasin. G'oibona siz aziz jamoatdan duo so'ragan birodarlarimiz borlar. Biz kamina farzandlarimiz haqlariga duo talabmiz. O'zimiz o'tganlarimiz haqqiga duo talabmiz. Ko'pchilik aytgan jamoatdan duo olib bering deganlar. Ba'zilarning ismlarini bilamiz, ba'zilarning ismlarini bilmaymiz, ba'zilari g'oibona duo so'rashgan. Hammalarini qalbdan, dildan duo qilamiz. Alloh hammalarini duolarini ijobat aylasin. Masjidimizga viloyatlardan, tumanlardan mehmon birodarlarimiz borlar. Masjidimizga birinchi marta kelayotgan birodarlarimiz borlar. Ular sizni haqqingizda duo talablar. Alloh hammamizni duolarimizni ijobat aylasin. Amin. Alloh kasalmandlarimizga shifo, mushkuli borlarning mushkulini oson, xizmat qilayotganlarni Alloh taolo xizmatlarini qabul qilib, doim hammamiz Allohning panohida bo'lmog'imizni Robbim nasib qilsin. Ishxonada ishlaydigan birodarlarimizni martabalarini baland qilsin. Kasb-korlarimizga Alloh baraka bersin. Farzandlarimizni salohiyatli bo'lmog'ini Robbim nasib qilsin. Balodan, qazodan, kulfat va yomonliklardan Allohning o'zi panohi ismatida asrab, uzoq yaqindan kelgan aziz jamoatlarni Alloh taolo fazilat va martabalarini Allohning o'zi ziyoda qilsin. Bi rahmatiga arhamar rohim.